Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Meni kuzatadigan kuzatuvchilar. Mana Ro'zanning oxirgi kunlarida savob ishlar hamma qilish niyatida. Hozir men o'zimizni ko'chamizga yaxshi yanga edi bu kishi. Shu yangamni ko'rgan keldim. Opalari operatsiya qildiraman deyapti. Shunga pul yetishmovchiligi bo'lyapti. Agar ehson qilmoqchi bo'lsangizlar, bu kishiga juda ham muhtoj ehson uchun. Hozir opalar aytib beradi shu operatsiya haqida. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga. Bu kishi men ayajonim bo'ladi. Ayam Parkinson kasaliga uchragan 13 yildan beri. Hozir ayamda ahvol juda ham og'irlashyapti. O'sha operatsiya qildirishimiz kerak. Doktorlar bizdan 25 ming, 30 ming dollar pul so'rayapti operatsiya uchun. Operatsiya hozir qilamiz agar kelsanglar, olib kelsanglar yo Turkiyada yoki o'zimizda O'zbekistondami deyapti, Samarqandda. Bizaga hozir pul kerak, uncha mablag'imiz yo'q. Shuncha ayamni hozir nima operatsiya qildirolmay o'tiribmiz. Yangamning ahvoli juda ham yaxshi. Bunday xotiralari yaxshi, faqatgina nerv tomirlari qisib qolgan. O'shanga operatsiya qilib, bosh qismiga chip qo'yilar ekan. O'sha chip qimmat turar ekan. O'sha chipini o'zi 18 ming dollar turar ekan. Operatsiyalari bilan 25 ming dollarga